Dilshod aka, assalomu alaykum. Nima hisoblab tursiz? Hov, Sardarbek, yaxshimisan? Yaxshisiz? Mana bugun Xonsaroy to'yxonamizda chiroyli yana bir yaxshi oilaning to'yi. Sardarbek bugun to'yning mahsulotini, to'yning xarajati, gullanchasini aytsak, shuni bizlar etsak arzon tushamagan, to'ychining o'zi olib kelsa arzon tushamagan. Shuni bugungi to'yimizda gullanning numeratin poweri Muzaffar akamiz xizmatda. Ana shundan hozir bilib olacaqman. Shu hisob kitob etib turibman. Ana shuni hozir bilib, aziz xalqimizga shuni hammasini Instagram, Telegram, YouTube orqali ko'rsatamiz shuni, xudo xolasa. Kuzatishda davom eting. O Muzaffar aka, Xormon, assalomu alaykum. Dilshod, hammasi Aka, yaxshimisiz? Sog'lik yuribsizmi? Bugun xizmatim jiddiy bo'ldi. Ha, jiddiy. Qozondan boshlabsizlar. Ertadan kelib. Bugungi to'yning xarajatlarini to'ychilar yapildimi? To'ychidan ama. To'ychidan, To'ychidan. Yanında pulni to'lab berdik. O'zingiz qildingiz? O'zimiz qildik, borib kerak bo'lsa oldik. Hamma. Necha so'mlik xarajat ketdi bunga to'ylar? 62 million. 62 million. 62 million. Ha, hamma narsaga. Yozib Chaqchuqi, mevasi, 8 xil mevami. mevasang, hop, zo'r Ikki xil mevalar. ovqat. Ikki ovqat. Ikki ovqat. Balig'i, salatlari klubnikagacha. Oo, davra bu Chaqchuqlari boshqasi ham mevaj bor. Boshqacha bo'ladi. Somsa. Somsasi ham bor. Unda 3 ovqat qo'nda bu. 3 ovqat. Mana 62 million hang Muzaffar aka. Shunda bizlar 62 million so'mga to'yxonani pulini qo'shsak, kameramizni pulini qo'shsak, sizning xizmat haqqi 14 million so'm bo'lsa to'yxonamiz qolsa. Kameramizga 3 million so'm olsa. Yana bu nelar tanishlarni 4 million so'mga sotib beradi. 4 million so'm bor. Ya'ni 62 million so'mga 14, 18, 80 million so'mdan o'tar ekan plus minus. Shunda o'raga. Necha kishiga bugun? 800 odamga. Toshli 800 odam. 800 mesda. Shunda Vajlar shuna tayyorlab. hamma vajdan. Hamma vaj. Balig ham 3 yerga. Balık ham bor. Necha kilo balık? 110 kilo balig. 110 kilo balık. Yani. Hurmatli obunachilar, shunda 81 million so'm pul bo'lsa, hang shuni bo'lsak 800 ga odam boshina 100 ming so'mdan, yani shunday xizmat kerak bo'lsa murojaat etaverasizlar. 100 ming so'mdan tushib turibdi. 100 ming so'mdan tushib Lekin turibdi. hamma vaj mana Buning ichida qarang, birgina san'atkor olib keladi to'ychi. O'zini xalagan, o'zini muxlis bo'lgan san'atkorni olib keladi. Qolgan hamma narsasini o'zimiz yo'q, vaqtim yo'q. Biza xarajatga hamma narsani o'zingiz qiling desangiz, mana Muzaffar akam o'zi xarajat beradi. Pulni to'lab bersa, Ana. ulatamiz. Esa Muzaffar aka, sizga kuch-quvvat. Hop. G'ayrat qilaverasiz. Yaxshi, Dilshod. 7da davrada ko'rishamiz. Rahmat. Yaxshi. Mana xudo xolasa sizlarga va'da qilganimizday stollarimiz tayyor, mana 100%. O'zingiz ko'rib baho berasizlar. Muzaffar aka, mahsulot hammasi qo'yildi, xudo xolasa. Aynan bu qo'yildi. Balig'i, miyastoy, somsa, salat, pechonniy, chaqchuq, meva. Biz berib qo'yildi. Endi xudo xolasa ovqatlar. Ovqatlarni bersak. Ovqatlarni bersak, mehmonlar kelib kelsa, aynan. o'zingiz ko'rib baho beraverasizlar, hurmatli obunachilar. Kimga shunday xizmat kerak bo'lsa, Xonsaroyga murojaat etasizlar. Sizlarga yana ko'rsatib berdik. Xarajat bizlardan bo'lsinmi, yo o'zingiz olib kelasizlarmi? Bizga farqi yo'q. Vaqtingiz bo'lmasa, ishingiz ko'p bo'lsa, xarajatni bilan Muzaffar akam aytadi. Yanında pul to'lab tursangiz, yurmaga bir odam bersangiz bo'ldi. Kutib qolamiz hammani. Shunday xizmatlar kerak bo'lsa, xizmatdamiz biz hamisha.